Sajdada va tashahhuddan keyin Uyg'urcha duo qilish. Savol: Assalomu alaykum. Sajdada va tashahhuddan keyin Uyg'urcha duo qilsak bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Mening qanaatimcha Uyg'urcha duo qilishda namozning ichi bilan sirti, farz bilan vojib va nafl namozlarning o'ttirisida farq bo'lmasligi kerak. Chunki ajam, arab emaslarning o'z tilida Allohga duo qilishini cheklaydigan dalil yo'q. Cheklaydigan dalil bo'lmaydigan aslidagi holatida jaiz bo'lib turaverdi. Har kim namozi durust bo'lgudek miqdorda oyat va at-tahiyyatu shundaqla namozdagi ba'zi takbir qatorliq zikrlarni o'rganib olsa bo'ladi. Ammo duo bo'lsa, bu banda xohlagancha egasidan tilaydigan, doirasi kengri ish bo'lg'achqa sajdada va tashahhuddan keyin o'z tili bilan tilisi bo'ladi. Shunga olimlar duoni arabcha qilishni o'rganish kerak demaydi. Banda namozda turg'anida Rabbi bilan munojat qilayotgan holatda bo'ladi. Duo qilish banda o'z xoliqidan ko'nglidagi arzu, arman, istaklarini tilashdan iborat bo'lg'achqa, qaysi tilda bo'lsa mayli bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: Rabbinglar dedi, mendan tilanglar ijobat qilaman. Qullarim sendan men to'g'riliq so'rasa, aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Mendan tilisa, duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman. Bu oyatlarda buyurilgan duo arabcha yoki ajamcha hamma til, namozning ichi ham sirtidagi hamma duolarga qarata umumdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashahhudda o'qiydigan at-tahiyyatuni o'gitib bo'lib bundaq degan: Undan keyin o'zi eng yaxshi deb qaragan duolarni tanlab duo qilsin. Ya'ni dunyoligi yoki oxiratlik uchun o'zi eng yoqtirgan duolarni qilsin. Albatta, eng yoqtiradigan tilaklarni har kishi arab tilida qila olmaydi. İmam İbn Hazm mundaq deb aniq muayyanlashtirgan: G'ayri arab tilidagi kishilar namozida o'z tili bilan duo qilsa bo'ladi, lekin o'z tilida Qur'on o'qisa bo'lmaydi. Demak, namozda oyatni Uyg'urcha o'qisa bo'lmaydi, duoni Uyg'urcha qilsa bo'ladi. Shayxul Islom Ibn Taymiyya mundaq degan: Duo degan arabcha yoki g'ayri tilda joiz. Tilini ravon arabcha qilib ruslayman demasimi, Alloh taolo duo qilguvchining murod maqsadini biladi. Chunki Alloh turli tilda turli hojatlarni ifodalagan ovozlarning ma'nolarini biladi. Hanafi mazhab olimlari namozda duo qilganda oyatlarga o'xshab ketadigan Qur'on va hadislarda kelgan duolarni qilsa bo'ladi. Odatda kishilarning gap so'zlaridek duolarni qilsa bo'lmaydi deb qarab, Muslimda kelgan bizning bu namozimizda kishilarning gap so'zlari qilinsa bo'lmaydi. U faqat tasbih, takbir va Qur'on tilovatidan iborat degan hadisni asos qiladi. Lekin bu hadisda kelgan kishilarning gap so'zlaridan maqsad odatda kishilar bir-biriga xitob qilib deydigan gap so'zlardir. Allohga xitob qilib qilgan duo bu hadis doirasiga kirmaydi. Chunki bu hadis namozda turib tush ko'rgan bir sahobiga yarhamukulloh degan sahobiga aytilgan. Demak, farz bo'lsin yoki nafl bo'lsin, namoz va namozning sirtida banda Parvardigoriga duo qilsa, duoning boshqa shartlari topilsa, Alloh taolo uni ijobat qiladi yoki savobini saqlab qo'yadi yoki bir baloni ketkazib etadi. Biz musho qarashni tutmasak, arabcha bilmaydigan yoki arabcha joyida talaffuz qila olmaydigan qarindoshlarimizning xohlagan istaklarini namozda tilashdan iborat eng muhim bir ibodatini to'sib qo'ygan bo'lamiz. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 67-numurliq fatvo.